Assalomu alaykum, men mehribon onajonlarim. Bundan oldingi istoriyalarimizda realni mirvoriz sotyapti kartinalar. Ro'mol tushib qolmadingmi? Mirvoriz kartinalarni sotyapti. Sababi men rassom bo'lmoqchiman dedi-da. Biz bu rassomchilikning orqasidan bir so'm pul topa olmaysan dedik. Keyin telefonni janjali bo'lyapti uyimizda. Men telefon baribir olib bermayman. Qachon o'zing pul topib telefon olsang, o'shanda telefonlik bo'lasan deyapman. O'shaning uchun men sizlarga dokazat qilib beraman. Bu kasb orqasidan, ya'ni rassomchilikning orqasidan pul topsa bo'ladi. Men kartinalarimni ko'chaga olib chiqib taxlab qo'yib sotaman dedi. Yoki meni e'tiborga odam ko'p joyga kartinalarim bilan ham tashlab olib boringlar. Men kartinalarimni sotaman deb to'polon qildi. O'sha kartinalarni ko'chada sotib yurmasin deb, men misollardan shekilli. Ko'chada sotib yurmasin deb shu auditoriyamdan foydalanyapman. Sotib olmoqchi bo'lganlar, dastavka yo'q, kelib o'zinglar qo'linglar bilan pul berib